Siz har bitta SMS saqlanib qo'yganman, kelajakda bolalarimizga ko'rsataman deb. Har kuni tushlarimda seni yoqimtoy ko'zlaringni ko'raman. Shirinim. Shirinim. Qo'lingiz ochmasmi, xaloskorim? O'zim oldingda bo'lganimda zo'r ovqatlar qilib berardim. Yaxshi dam oldingmi, prinsessam? Mani hayotimsiz. Sen meni mushukchamsan. To'ydan keyin mashina olasizmi? Ha, adamni Captiva'si bor, oppoqqina. To'ydan keyin menga berar ekanlar, birga aylanib yuramiz. Voy, uyaltirmang. Dilshoda. Oyim chaqirib o'tdilar. Bo'pti. Seni rosayam sog'indim. Ko'rgim kelyapti mittivoycham. Voy, mittivoyimdi men. Dilimni og'rityapsiz. To'ydan keyin esa Shahboz aka, bunda erkak kishi degan ro'zg'orlikdan xabar olib turadi. Uyda go'sht qolmagan, piyot qolmagan, kartoshka, sabzi, tuxum, tovuq, qiyma, hech narsa yo'q. Qachon berasiz narsalarni? Bo'pti, yur olib kelamiz. Nima yudingiz? Og'iz muncha hidlanibdi. Mana xotinjon korzinkaga keldik. Nima kerak bo'lsa olaver. Uf, birinchi siz og'zingizda muammosini hal qilaylik, qolgan narsalarni olamiz. Mana Shahboz aka, splat tish pastasi, splat tish shotkasi. Siz uchun zo'r yechim. Ketdi, endi boshqa narsalarni olamiz ro'zg'orimizga. Voy adajonisi, qarang, biram baxtlimiz-a. Gapirma onajonisi, biram baxtlimiz. Men gapiraman, siz gapirmang, hali ham tishingizni yumabsiz-a? Ayol kishini jiddiy erkalasang boshiga chiqib o'tirib oladi. Hormang ayasi. Qalay bo'lar ekan ko'ylakni ustiga ko'ylak olish, ha? Va bir oyda 7 ta ham ko'ylak olasanmi? Noinsof. Ey, bunisini kiyaver desam, yo'q, qandashlar ko'rgan. Bunisini kiyaver, yo'q, o'rtoqlaring ko'rgan. Topgan pulim seni ko'ylagingni ortmayapti ayasi. pistollik yo'qotda dadasi. Pistolga yoqqan bo'lsa, piston qilib, birinchi etajdan 16-etajgacha artasan. Farroshda atmay qilib qo'ydim, tushundingmi? Tavba qildim, tavba qildim. Menga aktrisalik qilma ayas, tushundingmi? Menga vobshe aktrisalik qilma. Big'illatib qo'yaman hozir. Nimaga nima bo'ldi tushunmay qoldim. Qarang dadasi, kare sochli qizlarni Malibularda olib yurish qalay bo'lyapti? Ayasi ishxonadagi qizni uygacha tashab qo'ydim xolos. Kechirib qo'yibsiz, birinchi etajdan 16-etajgacha bir hafta artganim esingizdan chiqib qoldimi? Tinchlik kerak bo'lsa, siz ham qo'y yog'i qo'y go'shtiga osh qilasiz. Yoniga shakarobim bilan kavatesi ham bo'lsin. Ayasi oshirib yormayapsanmi? Seni oylarga. Dadasi, kirlarni yuvib qo'ying. Ayasi dog' ketsin deganingcha 2 soat vannada qo'lim bilan qiynalib yuvib chiqdim, oshirib yormayapsanmi? Hidi ham ketmabdi, dog'i ham ketmabdi, kiri ham ketmabdi. Mana tayyor aprel avtomat. Shuni kir mashinaga tiqib yuvsangiz toza bo'lardi. Hidi ham xushbo'y bo'larmidi? Ayasi, vaqti mashetimga kelding, xotin bo'lgan seni. O'zingni o'zing qil, tushundingmi bugundan keyin? Unaqada etgan kiyimni, etgan vaqtga, etgan narximda olib berasiz. Topgan pulim seniki, oyligim ham seniki. Qaytib xotinlarning ishiga aralashtirma, jinni bo'lib qolaman bu uyda-chi. Ana ko'rdinglar, ayollar sizlar uchun life hack. Dadasi, bo'ldi, qo'ying endi. Dilshoda yigitim bilan urushib qoldim. Yomonam siqilyapman, stressga tushib. To'xta, stress yengani zo'r yo'llar bor. Ko'p pala ovqat yesang stressing yoyilib ketadi. Mana men senga yordam beraman. Dugoni nima yemayapsan? Zo'r ekan narsalar. Olga. Ishtaham yo'q, yigitim bo'ylab yana siqilyapman. Uni ham vixidi bor. Borganda kassaga mana shu pulni to'lab olgan ancha chiqib zo'r stressingni yoyadigan ish qilamiz. Qalay bo'lyapti Dugana? Baribir esimdan chiqmayapti. Menga qara Dugana, sen stressdan yozilib ketish uchun kimgadir zo'r sovg'a berishing kerak. Qimmat sovg'a bo'lishi kerak-da. Kimga beray? Voy Dugana, nima mashinaligini bilmadim. Lekin qippa qiz bola chiroyli mashina ekan. Mazza qilib meni beraman. Mayli, seni ham oldimga o'tkazib olaman. Mayli-yu, lekin meni stressim hali ham yozilmadi. Siqilib ketyapman. Dugana, buni ham yechimi bor. Dugana, qarama, shu Hoji bobo restorani ichidagi oshpazlari bilan, ofitsiantlari bilan polni restoran menga sotib olib bersang, ana yigiting qaytib kelar. Erga ham tegasan, ashunga ikkita farzandinglar bilan kelishdi, baxtli bo'lib ketsalar. Qalay? Sen menga qara, mendan foydalanyapsanmi? Agar shuncha rasxot yigitimga qilganimda o'zi emaklab kelardi. Davay, ana kassaga qilgan pulimni ham, mashina kaltini ham qaytarib ber. Dugana, qara, vohma qilma, o'zingni bosasan, ko'zingni yumgin, men senga surpriz tayyorlab qo'yganman. Xo'pmi, 3 kechasan keyin. 1 2 3 Urasini yemsa shuncha narsa qurib qolaman. Tezda qoch Dilshoda. Qayerga ketyapsan? Mashinamni kaltini ber. Mana tayyorman, tushyapman. Tanishing, bu men Dilshoda va bugun men ovsinlik bo'lyapman. Xush kelibsiz yangi qul. Oling jonim. Opajon choy. Opajon biron mehribonlik.
Xush kelibsiz qullikka. Voy Umidaxon. Labi opajon. Mamitdagi turgan idishlarni yuvib qo'ying, Oyjon ko'rmasinlar. Yuvilmagan idishlarni ko'rsalar yomon ko'radilar. Rahmat opajon, bir mehribonsiz. Ha endi siz Oyjonni ko'ziga yaxshi ko'rning deyman-da. Ovsinjonu. Mana kirlarni tezda qo'lda yuvib qo'ying. Kir mashina bor opajon, kir mashinada yo'q qolaman. Voy Oyjon qo'lda yuvilgan kirlarni yaxshi ko'radilar, Umida. Xo'p. Oyjonni ko'ziga yaxshi ko'rning deyman-da. Malades Umidaxon, endi antaga o'tinlarni tezda chopib qo'ying. Erkak kishi chopmaydimi o'tinlarni? Voy Oyjon ayol kishi chopishini yaxshi ko'radilar, o'shancha siz chopib qo'ying. Xo'p. Endi xafa bo'lmang, Oyjonni ko'ziga yaxshi ko'rning deyman-da. Bormay Umida. Bo'ldi opajon, maydalab tashladim. Ana endi tezda ketmonni oling-da, yerlarni chopib tashlang. Bo'ldi. Jonimga tegib ketaman. Men sizni o'ylab, Oyjonga yaxshi ko'rsaman desam, siz menga jahl qilyapsiz. Kechiring opajon, kechira qoling. Kechirdim. Endi tezda tepaga chiqib tavlarni supurib qo'ying, xo'p asalim. Sochlarini taramasdilar-yu. Atir sepmasdilar-yu. Mana senga pul, o'zingga bu narsa olarsan. Sochlarini taradilar, atirlarni sepdilar, pul berdilar. Erkak kishi qachon o'zidan o'zi pul beradi? Qachonki aybi bo'lsa, tochna meni erim jazman topmagan. Eshitdingmi? Kimni? Qani jazmaningiz? Qanaqa jazma, ha? Mamada kim? Dilshoda? Qanaqa? Dilshoda. Marku Dilshoda. Sen tushunmadim, nimadan rashk bo'lsan o'zi? Ha endi hech qaysi erkak kishi o'zidan o'zi pul bermaydi-da. Shuncha pulni qayerdan olibsiz? Qizimni tashlab keldim uyda, yig'lab qolgan, tashlab ketdim. Ahmoq, bor tezroq, hozir men boraman. Men bilan saboy qoling. Turdonaxon, keyin gaplashamiz, xo'p? Aka, men keldim. Yerga tegib kelaverayotganda muncha baqirasan kir. Voy, aka, men futbolkangiz вообще zo'r ekansiz, semirib ketgansiz. Bu kuyovingiz razmeri menga bering. Kiyaman o'zim men buni. Aka, men bekorga choy bosib yotibdi. Menga bering, kuyovingiz kiyadi shuni. Men o'zim kiyaman mana shu kunlar. Voy, aka, men sasib ketibdi. Bering, menga kuyovingiz kiyadi mana shuni, bitta so'm toza. Men o'zim kiyaman, sen u burniga o'tirib turadi. Kuyovingizga. Aka, bu kuyovingizga. Tegma unga, joyiga qo'y. Narsalarimga tegma. Aka, menga kuyovingizga olib ketsam bo'ladimi? Yo'q, o'zim kiyaman buni, tegma narsalarimga. Buncha qizg'an chiqsiz. Oyi, qattasiz? Chetdaman. Ovqat pishirayotdim. Piyozim kuyda. Bor ketadigan bo'lsa. Ajab bo'pti. Qizim mana. Adasi, men o'ylab qo'ydim. Qizimiz katta bo'lsa, xususiy maktabga beramiz. Ingliz tili, rus tilini zakonni o'rgansin deyman-da. Bu zakonni degani, qonuniy degani bilasan-a? Shu, menga o'xshamasin, mana yaxshi o'rgansin deyman-da. Voy, meni mila qizim, miyot qizim. Adasi, men chuqur o'yladim. Qizimizni 7-sinfda rasmchilik kursiga qo'yamiz, chunki medinstitutga kerak bo'ladi-da. Qizimiz med instituti tugatgandan keyin erga teganda tikish bichishlarni bilish kerak-ku. O'shaning uchun magistraturani stomatologiyada o'qiydi. Adasi, qizimiz med instituti bitirgandan keyin kelajakda kelinlik ro'zg'origa foyda bo'lish uchun именно o'zining sohasidagi tog'ami shirli sexida ish gaplashib qo'ydi. Keyin pensiyaga chiqqanida esa, Ha, qizim, onang shunaqa bir endi tupoy, lekin sen aqllisan. Joyiga qo'y. o'chirchakgina alabay bu o'zimar sepimga olinganda to'yga ishlab turamiz deyildi ojon. Men to'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Oyi, buni sarpamga oluvdingiz, to'y bo'lguncha ishlab turamiz deysiz. To'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Ha, bu meni sepimga olingan. To'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Men qirqa, ye. Oyi, sepimdagi narsalarni ishlatasiz-ku, to'y bo'lyapti, endi olib ketaman. Sepimga. 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 Katta-ku. Farqi yo'q. Sepimga. Sepimga. Qochinglar. Assalomu Qo'y bor. Oyi, aka, yaxshi o'tiribsizlarmi? Men shu endi erga tegib nasim chukunlar
narsalarni hammasini yerim uyga tashladim. Asal qizim ko'ylagini bo'shatib yubordik. Kechirim so'ragani keldingmi? Yo'q, ko'rpachani olib ketgan ketdim. Aytgandim-ku senga, ko'rpachani mixlab qo'ygindi. Mixtam olib ketgan ekanda topolmadim. Zatrga bo'lib qoldimi? Tayyor bo'lib qoldi. Allo aka qattisan. Tezda menga zavtraki narsalarni olib kelib tuxum bilan sosisga kuydirib qo'ydi. Diyonamisan nima deyapsan? Bitta tuxum pishira olmaysanmi? Bir marta podдержка qil, o'lmaysan. Ko'p tuxum. O'zi pishirgancha ikkita qola kuydirsan qolganini ham. Bo'ldi, gaplashamiz, rahmat. Abid bo'lib qoldimi? Tayyor jonim, tayyor. Tovuqni kuydirib qo'ydim, tushlikka o'ldiradi, erim qonni och. Ana shu oxirgisi lekin qara. Ha, oyoq cho'g'ib kel. Baraka top. Shoshmay tur. Ma, tavuqga ham kerak bo'la. Ma. Bu nima? Qo'y. Napoleon bo'lib qoldimi? Hozir kesaman. Ha, yana nima aytay? Galib pusini chuchib yuborami? Allabay ko'p gapirma, bitta tort olib kel, ber jalkami? Tuman ko'chalar aylanib kelib. Balki hero ketarsiz. Ya aka, assalomu alaykum. Keling, nimaga ketdingiz? Men ichkariga osh tayyor aka. Bo'lmasa sizlar kirib turinglar, men 5 minutda kelaman hozir. Nimaga tinchlikmi? Pishirishni bilmaydi-ku, bu olib kelaman-da. Oyjon, bugun oyim bilaniki borib kelsam bo'ladimi? Boring, onajonni tez ko'rib turish kerak. Rahmat. Kelin. Degina shu chuchvara bukib keting. Xo'p, sho'rvali bo'lsin, xo'p, aylanib ket. Xo'p bo'ladi. Kelin. Adajoningiz bilan meni bir to'rttagina kiyimim bor, shuni yuvib keting, xo'p, aylanay sizdan. Xo'p bo'ladi oyjon. Hay, o'ylay, sharmanda, kelin qo'shnilar kecha gapiruvdi. Mana yong'oq tagini bir tozalab keting. Endi kuz kelyapti, barigini shunday rasvo qilib to'kibdi. Endi yong'oqni teranmadingiz, qarg'a terib ketdi sizdan oldin. Shular qilib bemalol borib keling onajonnikiga. Xo'p oyjon. Podval deganda menga qarang, podvalni bir tozaladingizmi? U kuni kirsam bir is bosib chang bosayotgan ekan. Kecha shular tozalab tez borib keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyjon. Ha, kelin, onangizga bormaysizmi? Ko'rib keldim onamni ko'rdim. Biz ham kelin bo'lganmiz, borib onamizni ko'rganmiz, ha. Qayerga ketyapsiz? Meni uchirib keting. Sekan. Ishga kech qolma, zavtrak tayyorlaysanmi yo'qmi? Chim, sekinroq gapiring, anta kirmoshina ichida tuxum bor, o'shani qo'g'irib yeb keting, iltimos, bola uxlayapti. Dilshoda, men futbolkam nimaga hali ham dazmol qilmading? Muncha baqiras bola uyg'onib ketadi, ana mikrovolnovkaning ichida turibdi dazmol, to'kka-suqas qilaverasiz. Ha, rahmat. O'tinglar bir choy poy qilib beraman. Tuplab ko'rsangiz qizigan qizimaganligi bilinadi. Dilshoda, Ha, Naskevni ko'rmadingmi? anu qorami tuyachan rasmi bor? Ha. Yo'q, ko'rmadim. Qarang, o'zingiz sekinroq gapiring, bolamiz uxlayapti. Shahboz aka, ertaga dugonalarimiz bilan gapimiz borda, o'shanga $100 yig'yotdi, bering. Kim bola uyg'onib ketadi? Iltimos, $100 bering. Kim bola uyg'onib ketadi? Iltimos. Ha, kelinjon, aylanib ketay. Turing, endi soat 8 bo'ldi. Voy, oyjon, bugun dam olish kuni-yu. Mayli, uxlang. Kecha rosa ishlagansiz. Meni kelinim raddomda ishlaydi. Yoting. Ha, kelin. Labbi oyjon. Turing. Meni turganimga 1 soat bo'ldi. Soatimiz 5 bo'ldi. Turing, kelin degan jalpayib jotami? Bo'ldi, hozir sipiraman. Kelin, televizor ko'raverib och qolgan, esimdan chiqib ketdi. Turing, biron nima pishiring. Voy, oyjon, keling undan ko'ra zakaz qilamiz. Mayli. Nima yegiz kelyapti? Osh. Kelin, o'chiring mana ovozini. Hasb qiling, och qolib ketdim. Voy, oyjon, go'sht yo'q-ku. Go'sht bo'lmasa tovuq bor-ku, tovuqdan qiling hasbni. Voy, oyjon, qizimga qarab turing. Voy, o'lib qolay sizga. Opking, bolajonim, o'zim qarayman. Kashalarni ham o'rgatib o'tirmang, bilaman, qanday tayyorlashni bilaman. Siz borib bemalol ishlab keling, xo'p, kelinjon. Oyjon, Bibisoraga qarab turing. Shunda ovqatlarni, ishlarni qilib oling. Eplang o'zingiz. Bizni paytimizda ham bolani eplaganmiz, ham uyda ishini eplaganmiz, ham ko'chani eplaganmiz, ha? Qarang. Voy, kelinjon, yasanib olib qayerga boryapsiz? Voy, oyjon, o'g'lingiz 2 kishiga bilet olgan ekan, o'shaning uchun ikkalamiz konsertga ketyapmiz. Siz esa qizimga qarab turing. Mayli, boringlar. Voy, kelin, yo'l bo'lsin, ha? Qayerga otlanyapsiz? Voy, oyjon, o'g'lingiz ikkalamizga bilet olgan ekanlar.
ikkalamizgami? O'shaning uchun o'g'lingiz ikkalamiz konsertga ketmoqchi edik. Siz borki, o'g'limni topgan pulini lik qilib sarflayapsiz, bo'lar bo'lmasga. Balo bormi konsertda? Uyda o'tiring, bolaga qarang.